Assalomu alaykum, Feraz agensiyaning obunachilar, umuman dunyoda omon yursin. Qadrdonim, talablarga binoan Buxoro shahar huquq o'rtasidan Buxoro savdo majmuasi ro'parasidan devonacha variantimiz chiqibdi. Davrbank orqa tomonda 8 etajga domimizning 3-etajda 1,5 tomonlama yevro ta'mirda ta'mirlangan kvartiramiz obzoriga keldik. Kvartiramiz cho'tki remontdan chiqqan o'tirgan xonamiz, mehmonxonamiz, kattagina mehmonxonamiz. Sifatli mo'ysha bo'ylar bilan ta'mirlab, chiroyli lyustralar va natija patologlar, gipsokartonlar uzib berilgan, LED pardalar qilingan, fresk radiatorlar qo'yilgan, qadrlarini e'tibor beringlar. Fresk radiatorlar qo'yilgan, muammo yo'q, akvaplast frezalar qilingan, dekorativ ishlar nima deyapti qadrlarim, mehmon ichine kelgan vaqt shu razmerga televizor qo'ysangiz bo'ladi. Televizor gapirib yuboray deydi-da. Sifatli eshiklardan qo'yilgan, hozirgi zamonga ana esa bizning yuvinish xonamiz dushovoy qilib, cho't qilib taxlab qo'yganlar, patologgacha kafil qilib, rakvina, oynacha, sensorli oynalar qo'yilgan. Ana bu hojatxonamizdan patologgacha kafil qilib, Coco firmasidan o'ntasi qo'yganlar qadrlarim. Perxosha qismimiz ham cho'tki, sifatli eshiklar bilan eshiklar qo'yilgan, dekorativ ishlar qilingan, berashdan ishga ketayotgan vaqt oynachaga shunday qaraysiz, ishga qarab chiqib ketasiz. Bu yoq ham cho'tki remontcha qilib, fresk radiatorlar qo'yilgan. Ana bu esa bizning bolalar xonamiz. Bolalar xonasida ham sifatli aboylar bilan ta'mirlab, cho'tki remontcha qilib qo'yganlar, chiroyli lyustrachalar, panorama trezalar qo'yilgan, LED pardalar qilingan qadrdonlarim, fresk radiatorlar qo'yilgan. Qonqadar bu obzorimizni do'stlaringizga tarqatishingizni so'rab qolamiz. Bizning keyingina kuxunimiz ham high-tech kuxuni garnituridan qilib qo'yganlar. Hurmatli opa-singillarimiz mazza qilib ishlab, bu yerda stol qo'yib o'tirib ovqatlanishga sharoit qilingan, chiroyli svitillar qo'yilgan, mo'ysha bo'ylar bilan ta'mirlab, radiatorlar qo'yilgan, jaluzi pardalar qilingan. Ana bu esa bizning balkon qismimiz. Qadrdonlarim, ana bu esa bizning kattalar yotoqxonasi ham gapirishga til ojiz desam bo'ladi. Chiroyli lustra o'tilgan, svitillar qo'yilgan. Kelasiz, mazza qilib yashaysiz. Safarda yurgan ukalarim, opa-singillarim, bu obzorni sizlar uchun chiqardik. Niyat qilib yuribsiz, ota-onalaringiz bilan mazza qilib yashashingizga nasib qilsin. Omona dunyoda omon bo'ling. Qadrdonlarim, kvartiramizni narxini yo'q kelishib 18 ming deb baholaymiz. Yana savdolashga sazorchasi bor. Naqd bilan kelishamiz qadrdonlarim. Qo'rqmang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. You are not my heart's desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete.